Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari, polistrol blok ishqibozlari. Mana bugun hozir ispitaniya jarayoni ketyapti. Talablarga binoan. Son biron taxmin tashlaydi. Undan keyin ko'lda bilan uramiz. Labajaga taylang. Mana bulog'imiz. Hech qanaqa treshina yo'q. Bulog'imiz hali mana namligi ham bor. Mana keyin mana beton ustiga chiqarib uring-da. Kitobi yumshoq joyda uryapti demasin. Mana betonga qo'ydi. Mana uramiz. Bir. Yana uravering. Singancha uravering mayli. Bo'ldi. Mana buloq sindi. Nechta udarda. Bulog'imizda mana ispitani jarayoni. Mana qo'ldamizni kattaligi ko'ryapsizlar. Qo'ldamiz bitta 10 kilo atrofida qo'lda. Ana undan oldin mana biz ispitani qilganmiz. Hozir. Bunisini ham uring-da. Yana singancha. Singancha. Ha. Sinmaydimi? Ha, bo'la. Ana. Mana bu quruq buloq. Mana buni bo'ynan aytganimday, mana o'zi bilinib turibdi, nam bular hali. Nam bo'lgani uchun mana qani 1 2 3 4 5 6 7 8 ta udar. 9 ta. Ha, mana bu yerda bor 9 ta udar. Bunisida 1 2 3 4 5 6 7 8 ta udarda ham. Mana 9. Ha, 9-inchisi mana. 9-inchisi mana 9 ta udarda ham qurug'i singani yo'q. Bloklarımızın narxi hozirda 24 ming so'mga 25 ming so'm. Hozir boyagi singan blogimiz. Mana bu tomondan olingan bloklar. Hozir bular quruq ko'ringanligi bilan lekin nam. Mana. Bizda beti oftobda nima bo'lgani, lekin hali o'rtasida nam bor. Hali bular qurigani yo'q. Zakaz bermoqchi bo'lsangiz mana nomerlarimizga chiqaverasiz. Blok tayyorlab beramiz. Mana bloklarimiz. Agarda gazda blok, pina bloklarda bu qo'lda bilan ursangiz bitta udarda titilib ketadi. E'tiboringiz uchun rahmat.